Assalomu alaykum azizlarim. Biz sizlar bilan suyukli payg'ambarimizning do'stlari bilan 365 kun deb nomlangan kitobni o'qishni boshlagan edik. O'tgan safar bu kitobni birinchi kunini o'qigan edik. Bugun ikkinchi kunini o'qiymiz. Huzur ichidagi bir uy. U paytlar mening 2 kichik bolam bor edi va turmush o'rtog'im vafot etgan edi. Boy karvonlar sohibasi, ammo beva bir ayol edim. Birgalikda tijorat qilgach, Muhammad Abdulloh o'g'lini yana ham yaxshi tanidim. U kishi juda tafakkurli, juda ham xushmuomalali bir inson bo'lishlari bilan birga zakiy tijoratchi edilar. U kishi bilan yuborilgan barcha karvonlar har doim bir necha foyda bilan qaytar edi. Boshqa tomondan uyimga baraka va huzur kelgandi. Oradan ko'p vaqt o'tmasdan yaqinlarimizning qo'llab-quvvatlovlari bilan turmush qurdik. Endilikda dunyoning eng baxtli ayoli edim. Huzurli bir oila va juda ham ajoyib turmush o'rtog'im bor edi. Turmush o'rtog'imni baxtli qilishlikni har doim har narsadan ustun turar edim. U kishining kichik bir tabassumi butun charchoqlarimni olardi. U kishi ham meni baxtli etish uchun qo'ldan kelganini qilardi. Fotima, Zaynab, Ruqayya va Ummu Gulsum ismli 4 qizimiz, 2 o'g'limiz Qosim va Abdulloh bor edi. Shuningdek, o'g'limiz kabi yaxshi ko'radiganimiz kichik Zayd bor edi. Qanday hayot kechirganini uning o'zi sizga bildiradi.